Bugun yurtimiz bo'ylab quvonchli va hayajonli lahzalar hukm surmoqda. Mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarda ilm eng buyuk sharaf shiori ostida so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Ayni damda biz O'rta Chirchiq tumanidagi 5-umumta'lim maktabda o'tkazilayotgan xuddi shunday tantanali bitiruv marosimidamiz. So'nggi qo'ng'iroq minglab o'quvchilar uchun bolalikning quvonchli daqiqalari, sinfdoshlar bilan o'tgan unutilmas yillar, mehribon ustozlarning saboqlari bilan xayrlashuv, katta hayot sari esa ilk qadamdir. Tadbir boshida maktab direktori barcha bitiruvchilarni bayram bilan tabriklab, kelgusi hayotida ulkan zafarlar tiladi. Hozirgi kunda 538 nafar o'quvchimiz mavjud bo'lib turib, bitiruvchilarimiz 42 nafardan tashkil etadi. 2 nafar o'quvchimiz muddatdan oldin oliy ta'limga kirishga musharraf bo'lishdi. Bizda 2 nafar o'quvchimiz xalqaro va 6 nafar o'quvchimiz milliy sertifikatga ega. O'quvchilarimiz bu yaratib berilgan imkoniyatlardan kengina foydalangan holda oliy ta'limga kira oladi va albatta o'zlarining yo'llarini topa oladi degan umiddaman. Aytish joiz, joriy yilda viloyatimizdagi maktab o'quvchilarining muvaffaqiyatlari sezilarli darajada o'sdi. 11-sinf bitiruvchilari o'quv yilini 889 ta oltin, 223 ta kumush medal bilan yakunlashmoqda. Asosiysi, shularning 75 nafari bir qator oliy ta'lim muassasalari grantlarini qo'lga kiritgan. Bugungi kunda yurtboshimiz prezidentimiz tomonidan yaratilgan ko'plab shart-sharoitlar, ya'ni o'quvchilar uchun, bizlar uchun juda ham ko'p eshiklarni ochmoqda va yordam bermoqda. Buning natijasida ko'plab o'quvchilar muddatidan oldin oliy ta'lim muassasasi talabasi bo'lmoqda. Ya'ni men ham hozirda oliy ta'lim talabasiman. Avvallari maktablarimizda ko'plab yetishmovchiliklar bo'ladi. Kitoblar, kompyuterlar va sport to'garaklari. Hozirda hamma imtiyozlar mavjud, ya'ni zamonaviy kompyuterlar, zamonaviy elektron doskalar va kitoblar bilan hammasini ta'minlagan va sport bo'yicha ham turli xil sport anjomlari bilan ta'minlagan. Prezidentimizga bizga shuncha shart-sharoit yaratib berib, bizni shuncha qo'llab-quvvatlaganlari uchun tashakkurimizni aytamiz. Bu natijalarga erishish uchun kattakon rahmat aytaman ustozlarimizga, maktab rahbarlariga va xudo xolasa shu mehnatning evaziga yurtimizni hamda mahallamizni ko'kka ko'tarish va reytingni ko'tarishga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Bundan tashqari mingdan oshiq o'quvchilar xalqaro tanlovlarda ishtirok etib, turli sertifikatlarga ega bo'lishdi. Ular orasida ikkita tildan yuqori ballni qo'lga kiritib, O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti talabasi bo'lgan Malohat ham bor. Chet tillariga juda ham qiziqaman. Shu qatorda chet tilidan sertifikatim bor. Xalqaro sertifikat 6 darajali B2 hisoblanadi. Milliy sertifikatlarimizdan O'zbekiston sertifikatidan ona tili sertifikatdan bor. U darajadan C+ darajam bor. 5-maktabda o'qiganimdan juda ham xursandman. Bu yerdagi ustozlarimiz va ular bergan ta'lim orqali juda ham ko'plab xalqaro olimpiadalarda va shu qatordagi konkurslarda g'alaba qozonganman, faxrli o'rinlar olganman. Ustozlarimning tarbiyasi, ana shu ustozlarimning ishonchi, menga bo'lgan mehrlari, bilimlarini oqlash uchun davlatimizga foydam tegadigan, jamiyatda o'zimning o'rnimni topadigan yaxshi inson bo'lmoqchiman. Tadbir davomida a'lo baholarga o'qigan iqtidorli va faol o'quvchilar faxriy yorliq hamda esdalik sovg'alar bilan taqdirlandi. Shuningdek, bu maktabda nafaqat bilimga chanqoq o'quvchilarni, balki sport sohasidagi chempionlarni ham alohida e'tirof etishdi. Yoshligimdan erkin kurashga qiziqqanman. Shu trenerlarimni, ota-onalarimni, maktab o'qituvchilarim, direktorim yordami bilan Olimpiya Zaxirali kollejida o'qiyman. Hozirgi kunda Osiyo o'yinlariga yo'llanma olganman. O'sha Osiyo o'yinlarida birinchi o'rin olishga, vatanimning bayroqlarini ko'klarga ko'tarishga va'da beraman. Yakunda so'nggi qo'ng'iroq chalinib, maktab ma'muriyati tomonidan kelajak bunyodkorlarga kitoblar sovg'a qilindi. Biz ham bu yigit-qizlarga omad va muvaffaqiyatlar tilaymiz.